Hozirda premium deb sotilayotgan mahsulotlar o'z nomiga arziydimi? Servis odamlarni jalb qiladi. Qaysi davlatda premium daraja o'ziga javob beradi? Shu bizada juda katta potensialimiz bor premialniy segmentni rivojlantirishga. Eng ko'p imtiyozga ega bo'lgan karta bu Vizintim. Premialniy bankingga odamlar 5-10 ming dollarlab to'laydi. Menga hamma qulayliklarni ochib beradi, Albatta. ham oylik abonent to'lovidan ozod bo'laman. Hamma afzalliklardan to'g'ri foydalanish yo'li bor. Assalomu alaykum barchaga. Siz hozirgi fikrimga qanchalik qo'shilasiz? Menimcha, O'zbekistonda premium so'zi juda tez rivojlanib ketdi. Premium mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojimiz juda tez ortib borayotganga o'xshadi. Aslida qanday? Hozirda premium deb sotilayotgan mahsulotlar o'z nomiga arziydimi? Bugun bankimizdagi mahsulotlar misolida hamkasbim bilan premium so'zini asl ma'nosini tushuntirishga harakat qilamiz. Menga bu mavzuni yoritishda hamkasbim Yuriy aka yordam beradilar. Yuriy aka, avval o'zingiz tanishtirsangiz, premium so'zini aslida kim yoritib beryapti? Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Yuriy Yakshibarov. Men Aloqa bankning premium xizmatlarini va mahsulotlarini, loyihalarini rahbari bo'laman. Fathulla, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xo'p, endi aytgan gapingizga qo'shilaman. Ko'chada ham juda ko'p premium degan so'z ko'rinadi. Lekin aslida premium so'zi, ya'ni o'zbek tiliga tarjima qilsak, yuqori toifadagi mahsulot. Ya'ni uni ham o'zining kriteriyalar bor. Masalan, premium deb qo'ysa bo'ldi emas-da. Mana bizda hozir O'zbekistonda shunaqa bo'lyapti. Juda ko'p mahsulotlar ko'chada premium deb qo'yadi, lekin aslida premium emas. Xuddi marketing so'zi deb ishlatishyapti shu so'zni. Aslida bu sifatni anglatuvchi so'z. Ya'ni premium toifadagi mahsulot. Yuriy aka, premium segmenti bilan necha yildan beri shug'ullanasiz? Premium segmentda men salkam 14 yildan beri ishlayman. U chet elda ham ishlab kelganman. Endi bank faoliyatida emas, retail sohada. Keyin o'sha yerda 10 yil ishlab, bu yerda yana 4 yildan beri, mana почти 4 yildan beri premium segmentda, bankovskiy segmentda ishlayapman. Nima deb o'ylaysiz? Xorij davlatlaridagi, chet el davlatlaridagi premium daraja bilan O'zbekistondagi premium darajani farqi qancha? Qaysi davlat to'g'risida gapirsak, masalan, Yevropa yoki arab davlatlari deylik. U yerda premialniy segment anchadan beri rivojlangan. Ya'ni u bir necha yildan beri rivojlangan va toifasi balandroq O'zbekistondan ko'ra hozircha. Lekin O'zbekiston ham juda keyingi qadamlar bilan yetyapti. Bugun progress juda yaxshi, juda ko'chada ham ko'rasiz, juda yaxshi sifatli, juda yaxshi xizmat bilan xizmat ko'rsatadigan restoranlar ham mavjud bo'lib qolgan, otellar ham. Shu professionalizm o'sib boryapti. Ya'ni tendensiya juda yaxshi deb o'ylayman. Qaysi davlatda premium daraja o'ziga javob beradi? Ya'ni premium deydi, haqiqatda o'sha darajaga yetib boradi. Xizmat ko'rsatish ham, mahsulotlari ham. Sizni tajribangizda kelib chiqqan. Qaysi davlatda? Endi qarang, masalan, Dubay aytdingiz. Dubayda haqiqatan premium segment juda yaxshi rivojlangan. Sababi Dubay shahri, Dubay politikasi o'zi servisda qurilgan. Ya'ni tepadan, shu politikadan servisga juda katta ahamiyat bor azaldan. Ular juda to'g'ri ish qilgan, ular vaqtida tushungan, что servis odamlarni jalb qiladi. Birinchi narsa jalb qiluvchi bu servis. O'zbekistonda juda katta imkoniyat bor deb o'ylayman, sababi bizning odamlarimiz o'zi juda o'ziga yaxshilikni ravo ko'radi. Доброжелательный, rus tilida aytganda. Juda доброжелательный, juda mehmonlarni juda yaxshi kutib oladi. Shu bizda juda katta potensialimiz bor premialniy segmentni rivojlantirishga. Keling endi bank mahsulotlarimizga o'tamiz. O'zi aslida bank kartalari misolida oladigan bo'lsak, oddiy karta bilan premium kartani farqi nimada? Eng oddiy savol mana. Buni ko'pchilik bilaman deb o'ylaydi. Endi yana segmentatsiyada bu hozir ikkita segment bor. Masalan, massaviy segment bor va premialniy segment bor. Premialniy segment o'zini talablaridan iborat. Ya'ni premialniy segmentdagi mijozlar
o'zini yuqori toifadagi talablari bor. Yaxshiroq servis, kamroq kutish vaqt, masalan bankka kelganda, o'shanga ham premialniy servislar mavjud. Ya'ni premialniy banking mavjud. Ya'ni mijoz kelganda ko'p vaqt kutmaydi, o'zini personalniy menejeri bo'ladi, telefon qiladi, menga mana shunaqa masalan bank amaliyotlari to'g'risida men ma'lumot kerak yokida qanaqadir amaliyot qilishim kerak. Ya'ni nima demoqchiman, shu premialniy segmentdagi insonlar, mijozlar ko'proq talab qiladi. Ya'ni birinchidan vaqtini tejaydi va juda komfortni yaxshi ko'radi. Va shu premialniy mijozlar shu yuqori toifadagi servislar uchun to'lashga rozi. Masalan, Yevropa, Dubaylarda premialniy bankingga odamlar 5-10 ming dollarlab to'laydi. Faqat shu premialniy segmentga tushish uchun. Alohida o'zini menejeri paydo bo'lish uchun va unga xizmat ko'rsatish uchun. Endi O'zbekistonga aytganimizdek, bu endi kirib kelyapti. Odamlar balkim ko'plar haligacha tayyor emas, lekin o'sish juda tez bo'lyapti. Endi massaviy segmentga kelganda bu ya'ni haligi oddiy mijozlar, ularga hamma uchun to'g'ri, bularga ham albatta yaxshi servis ko'rsatish kerak. Lekin bank va xorijiy to'lov tizimlari va milliy to'lov tizimlari endi har doim premialniy mijozlarga ko'proq ahamiyat berishga harakat qiladi. O'shanga ham masalan mana First kartamiz bor. Bu Visa to'lov tizimi eng yuqori toifadagi karta. O'shanga ham mazkur kartada juda ko'p foydalanuvchi uchun qulayliklar yaratilgan. Afzalliklar. SIP zalga bepul kirish, lounge zonalardan foydalanish, business class taksidan xizmatlardan foydalanish, konsierj uslugalari, shunga o'xshagan juda ko'p. Yana nimaga odam o'zini muhim his qiladi-da. Chunki mana masalan sizga bepul business class taksi uyingizgacha kelsa, siz SIP zalda orada chiqarsangiz, SIP zalda sizni kutib olishsa, juda yaxshi-da, juda chiroyli va bu narsaga odamlar pul to'lashga tayyor, rozi. Chunki haqiqatan juda zo'r servis, juda zo'r yondashuv, shaxsiy yondashuv qabul qiladi. Keling, o'sha endi tezda Infinite darajasiga o'tib ketmaylik-da, bosqichma-bosqich ketaylik. Aynan siz aytib o'tgan Visa xalqaro to'lov tizimini Visa Platinum, Visa Gold kabi turlari bor. Visa Infinite endi bu eng oxirgi premialniy karta, eng oxirgi imtiyozli, eng yuqori, eng ko'p imtiyozga ega bo'lgan karta. Nima farqi bor? Keling, shuni tushuntirib beraylik. Visa Platinum nima farqi bor? Visa Gold nima farqi bor? Endi Visa Gold bu premialniy karta emas. Premialniy kartalar Visa Platinumdan boshlanadi. Ya'ni o'zi Visa Platinum, Visa Signature va Visa Infinite. Endi qarang, masalan premiumni o'zi, premium segmentni o'zi bir nechta kategoriyasi bor. Bu masalan ultra high spenders, bu ingliz tilidan tarjima qilsak, bu ya'ni juda ko'p pul ishlatadigan mijozlar. Keyin high spenders, bu ko'p pul ishlatadigan mijozlar. Masalan, shu ikkita kategoriyani olsak, masalan, high spendersga Visa Platinum bilan Visa Signature kiradi, ultra high spendersga Visa Infinite kiradi. O'shanga ham premium segment ham bir nechta turlarga bo'lingan. Вот. Endi farqi nimada? O'sha uchta kartani farqi nimada? Farqi afzalliklarda. Visa Platinumda masalan SIP zalga kirish huquqi yo'q. Unda afzalliklar mavjud, lekin qisman. Visa Signature'da esa Platinumdan ko'ra ko'proq, lekin Visa Infinite First kartadan ko'ra kamroq. Shu farqi. Va eng oxirgisi, eng imtiyozlarga, eng ko'p imtiyozga ega bo'lgan karta bu Visa Infinite, to'g'rimi? Albatta.
Ajoyib. Keyingi beriladigan savollarga ham umumiy qilib javob berib ketdingiz-da. Endi hozir aytaylik, o'zimizni mijozlardan Visa Infinite, ya'ni First karta mijozlaridan eng ko'p qaysi xizmatdan foydalanishadi? Sizda baribir statistika bor-ku, to'g'rimi? Bizda statistika Aloqa bor. bankning eng ko'p VIP mijozlar deymiz, VIP statusga ega bo'lgan mijozlari eng ko'p qaysi xizmatlardan foydalanishadi Visa Infinite? Qarang, afzalliklar juda ko'p. Uni ro'yxati juda katta, juda boy. Va doimiy yangilanib turadi. Doimiy yangilab turadi, to'g'ri. Endi eng ko'p foydalangan o'sha afzalliklar turini aytsak, u Taksi bo'lsa kerak. birinchidan taksi, ikkinchidan juda Sibzaldan nihoyatda ko'p odamlar o'tgan va lounge zonalarga kirgan chet elda. Bu menimcha shu 3ta top 3 da bu. 1 2 3 emas. Eng asosiy. Eng asosiy birinchi o'rinda turadigan. Bu eng o'sha nima desa bo'ladi? Eng muhim 3ta afzallik. Va eng keraklilar. Eng keraklilar O'zbekiston uchun. Bizning mijozlar shu afzalliklarni juda yaxshi ko'rishadi. Lekin doimiy foydalanadigan afzalliklar bu Visa Coffee. Visa Coffee bo'ldi. Sababi u tez hammani yonida shu kafelar bor. Ehtiyoj ham ko'proq. Ehtiyoj ham ko'proq, nihoyatda ko'p chashka kofelar iste'mol qilingan. Xuddi shunday. Afzalliklar ishlagan. Agar siz sayohat qilishni yoqtirsangiz, sizga ko'proq chegirmalar yoqsa, sizga xalqaro brendlardan kompliment sifatida sovg'alar yoqsa, Visa Infinite'ni Aloqa bankdagi First kartamiz aynan sizga mos. Biz batafsil ushbu bank kartasi haqidagi ma'lumotlarni biz rasmiy Telegram sahifamizda, Instagram, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarimizda tez-tez yangilab va e'lon qilib boramiz. Bizni rasmiy ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali barcha batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Endi Yuriy aka, yana bitta mavzuga o'tamiz. Bizda xalqaro to'lov tizimlari juda ko'p O'zbekistonda ishlaydigan va eng asosiylardan yana biri bu Mastercard. Xuddi shu Visaga o'xshagan xalqaro to'lov tizimi. Mastercardda ham xuddi shu ssenariy. Kartalarning turlari bor va ularni umumiy hamma uchun, biroz premium mijozlar uchun va eng ko'p VIP xizmatlardan foydalanishni xohlaganlar uchun ham Mastercardda turlari bor. Ularni sanab o'ting, iltimos. Ha, albatta Mastercard ham mavjud, O'zbekistonda rivojlanmoqda. Endi premium Mastercard kartalariga kelganda World bor, World Black Edition bor, World Elite bor. Bu ham o'sha mashhur 3ta premialniy kartasi. Undan tashqari standart bor, bu massive market, Gold и Platinum bor. Bu massive kartalar. Xuddi Visaga o'xshab Mastercard premialniy kartalarda har qanday afzalliklar ham mavjud. To'g'ri, ular masalan ikkita kartani solishtirsak, ya'ni World Elite bu o'sha Mastercardda eng yuqori toifada turadigan karta va masalan Visa Infinite'ni solishtirsak, ikkalasi ham juda afzalliklarga boy kartalar, lekin farqlari bor afzalliklarda. Masalan, Mastercard World Elite'da aeroportdagi lounge zonalarga kirish huquqi limitsiz, cheksiz. Ya'ni yiliga 100 marta kirsa ham bo'ladi. Lekin Infinite kartada yiliga 6 marta. Lekin Infinite kartada Sibzalga kirish huquqi bor. Mastercard World Elite'da yo'q. Ya'ni mana shunaqa farqlar mavjud. Ikkala bank kartasi. Zo'r ma'lumot bo'ldi. Agar siz Mastercard bilan Visa xalqaro to'lov tizimlari orasidagi farqni tushunmagan bo'lsangiz, qisqa va lo'nda javob. Keling, oxirgi qisqa savol-javobimizga o'tamiz. Endi aka, premium bank kartalaridan foydalanishda eng noto'g'ri tushunchalar bo'ladi-yu, odamlar noto'g'ri tushunadigan. Aslida boshqa ma'no, odamlar uni noto'g'ri tushunadi. Shu mavzuga o'taylik. Yaxshi savol, Fathulla. O'ylashim bo'yicha eng ko'p noto'g'ri tushunadigan narsa bu afzalliklar ishlamaydi deyshadi. Xizmatlar ishlamaydi deyshadi. Xizmatlar, o'sha afzalliklar, imtiyozlar ishlamaydi deyshadi.
Aslida hamma afzalliklardan to'g'ri foydalanish yo'li bor. To'g'ri foydalanish yo'li mavjud. O'sha masalan Visa to'g'risida gapirsak, mana Visa Infinity to'g'risida gapirsak, ikkita servis bor. Bittasi Visa Concierge, Telegram boti. Telegram boti, Telegram, WhatsApp, Viberda mavjud. Ikkinchisi esa Visa Airport Companion. Bu alohidagi ilova. Lounge zaliga kirish huquqi beradi. O'sha ikkita ilovadan to'g'ri foydalanib, har qanday afzalliklar ishlatishdan oldin ularni ma'lumotini o'rganib chiqib ishlatsa, hammasi ishlaydi. Ya'ni O'zbekistonda eng ko'p tarqalgan messenger bu Telegram bizda. Telegram. Visa Concierge bot orqali qaysidir xizmatdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, avvaldan tekshirib, savollaringiz bo'lsa, o'sha chatdagi mutaxassislarga berib, javob olib, so'ngra o'sha xizmatdan foydalanishga harakat qilish. Telegram botni bu yerda chiqadi va video uzoqdan yozib qoldiramiz. Telegram botga o'tganingizdan keyin Visa bank kartangizni qo'shganingizda sizda barcha xizmatlardan foydalanishi kategoriyalarga bo'lingan holatda chiqadi. O'sha kategoriyalarni birma-bir avval sinab ko'ring, xizmatlardan foydalanishdan oldin. Yuriy aka, suhbatimiz yakunlanadi deb qoldi. Menda oxirgi savol bor. Keling o'sha Fez misolida aytaman. Fez kartani ochishga qancha vaqt ketadi? Masalan, foydalanmoqchiman. O'zi karta ochish taxminan 15 minut vaqt oladi. Istalgan kartani. Istalgan kartani. Aloqa bankda bugun istalgan kartani ochish vaqti taxminan 15 minut. 15 daqiqa ketadi. 15 daqiqa. Bu karta bepulmi shunda hozir? Bizda ikkita produktimiz mavjud. Bittasi oylik ish haqi loyihasi doirasida. U bepul ochiladi. Bir marta bepul. Tadbirkorlarga, biznesmenlarga o'z xodimlarini doimiy xizmat haqqini to'lash uchun aynan Fez kartasidan foydalanishlari mumkin. Mumkin, albatta. Ikkinchisi esa shaxsiy, ya'ni jismoniy shaxslarga mo'ljallangan mahsulot. Karta ochish haqqi 200 ming so'm. Keyin oylik komissiyamiz ham mavjud. 100 ming so'mdan iborat so'm kartalarga va dollar kartalarga esa $10 oylik komissiyasi mavjud. Bu sug'urta depoziti emas, ha? Yo'q, bu sug'urta depozit biz talab qilmaymiz. Masalan, Fez kartalarida umuman sug'urta depoziti yo'q. Yo'q, masalan, boshqa banklarda, har qanday banklarda $200 sug'urta depozit olinsa, biz bu narsani talab qilmaymiz. Ajoyib. Eng katta qulayliklardan bittasi. Keyin birinchi oy tekin, ikkinchi oy uchun, uchinchi oy birinchi ish kunida oylik komissiya yechiladi. Lekin biz oylik komissiyani to'lamaslik uchun ham ikkita shart yaratib berganmiz. Mijozlar uchun, birinchi shart bu оборот qilish, ya'ni har qanday to'lovlarga, aynan to'lovlarga naqd pul yechish va pul o'tkazmalar kirmaydi. Faqat to'lovlar onlayn va terminallar orqali. Bir oy davomida 10 million so'm, dollar kartalarga esa $1000. $1000. Bu birinchi shart, ya'ni agar siz 10 million so'm ishlatsangiz, hech qanaqa oylik komissiya to'lamaysiz. Tovar va xizmatlar uchun to'langan umumiy oydagi summa 10 million bo'lsa bo'ldi. To'ppa-to'g'ri. Hamma afzalliklardan foydalanasiz va karta mutlaqo bepul bo'ladi. Shunda hozir 10 million tovar va xizmatlar uchun men to'lagan 10 million menga hamma qulayliklarni ochib beradi. Albatta. Ham oylik abonent to'lovidan ozod bo'laman. Albatta. Zo'r. Ikkinchi shartimiz esa bu o'rtacha oylik qoldiq. Agarda siz Fez kartangizda 40 million so'm o'rtacha oylik qoldiq saqlasangiz, o'sha oylik komissiyani ham to'lamaysiz. Va dollar kartalar uchun esa $3000. Bu doimiy bank kartasida pulini xavfsiz saqlaydigan mijozlarimizga ko'proq mos kelar ekan. Agar sizda ishlatilmaydigan mablag'laringiz bo'lsa, uni Visa Fez, ya'ni Visa Infinity kartalarida, ya'ni Fez kartasida saqlasangiz ham oylik abonent to'lovlari sizdan talab qilinmaydi. Xuddi shunday. Rahmat, ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Biz siz bilan maksimal darajada
hamkasbim bilan harakat qildik premium so'zi haqidagi shaxsiy fikrlarimizni bilan ulashishga va First Bank kartasini qulayliklarini yetkazishga harakat qildik. Video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan ulashishni unutmang va sahifamizga obuna bo'ling. Yana yangi mavzularni keyinchalik sizlar bilan yoritib boramiz.